Tinch okean amaliyotda tinch bo'lmagan bir dengiz. Undaqda nemishqa bundaq deymiz? Uning qazadi qandaq sirlar yoshiringan. Amaliyotda siz dunyo xaritasidan ko'rgan Tinch okeanning doirasi faqat bizning yaxshi tushunishimiz uchun eng qulaylik holatda ifodalangan surat xolos. Uning sun'iy amroqdan tortilgan haqiqiy holati butun yer sharidagi quruqlikni yutib yetarligidek darajada cho'ng va qo'rqinchli. Uning haqiqiy qiyofati hatto sizning Tinch okeanga bo'lgan tushunchangizni butunlay o'zgartirib yetarlaydi. Yer sharidagi birinchi cho'ng okean bo'lish sifati bilan Tinch okean Osiyo, Okeaniya, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerikaga cho'zilgan. Hamda bu 4 qit'aning orasiga joylashgan. Uning umumiy ko'lami 181 million kvadrat kilometrga yetadi. Yer shari umumiy ko'lamining 32.5%ni, yer shari suluq yer ko'lamining 46%ni egallagan. Bu son sifrlar anglamoq intayin oddiy. Ammo siz tuvandagi mazmunga davomli diqqat qilsangiz, ondan bu sonlarning unchalik oddiy emasligini bayqaysiz. Butun yer sharidagi quruqliklarni qo'shsak 149 million kvadrat kilometr keladi. Bu ko'lam aslo Tinch okeanga yetmaydi. Buni yana konkret tushundirsam, Rossiyaning 10 neslidan ortiq. Hatto qolgan 3 cho'ng okeanning yig'indi ko'lami uningdan kichik. Osiyoning Indoneziya taqim oralidan Kolumbiya dengiz bo'yi atrofigacha bo'lgan Tinch okeandan kesib o'tgan bu orliq 20 ming kilometrga yig'ilishadi. Bu orliqqa 5 tane oy sharini tizg'ili bo'ladi. Bu hisobda yer sharining yarmini aylanib chiqqanga barobar. Uning ustiga bu poyansiz dengizning markaziy qismiga dunyodagi eng yolg'iz va sirliq bo'lgan Nemo nuqtasi joylashgan. Nemo nuqtasi 1992-yili Kanadalik geodoziya tadqiqotchisi Locatilla tomonidan bayqalgan. Bu yerning eng yaqin quruqlik bilan bo'lgan orliqimi 2688 kilometrda oshadi. Odatda bu joyga kelganlarning soni intayin oz. Shunga bu joy dunyodagi eng yolg'iz joy deb atalgan. Uningdan boshqa bu joyning havo klimatimi intayin nachar. Hamisha bo'ronliq, qattiq yomg'irliq, chaqmoqliq havoray ko'rilib turadi. Bu yerdan odamning iznasini topqili bo'lmaydi. Hech qanday paraxodning ovozini ham anglag'ili bo'lmaydi. Hatto dengiz jonliqlarini ham intayin oz uchratasiz. Chunki bu joy Janubiy Tinch okeandagi okean iqimi rayonining markaziy qismiga joylashgachqa, okean iqimi elib kelgan mo'l ozuqlik moddalarning birisi bu joyga kirolmaydi. Shu sababdan bu joyda hech qanday jonliq mavjud bo'lib turolmagan. Ammo dal mush alaylik bo'lganligi uchun bu joy olam kiyimlarining qo'nadigan eng yaxshi joy bo'lib qolgan. Statistikaga asoslanganda Nemo nuqtasiga hozirgacha 300 dan ortiq olam kiyimi qo'ngan. Shunga Nemo nuqtasi olam kiyimlarining qabristonligi degan nomga erishgan. Tinch okeanning qo'rqinchligi va sirliqligi faqat Nemo nuqtasi degan joy bilan cheklanib qolmaydi. U yana dunyodagi eng cho'nqur dengizning birisi. O'rtacha cho'nqurligi 3957 metr keladi. Cho'nqurlik tilga ilinsa odamni eng qo'rqitirgani dal Tinch okeandagi Mariana cho'kmasi. Uning cho'nqurligi 11000 metrga yaqinlashadi. Bu Jumalanma cho'qqisini dumkim tursimi, bu yerni tindirg'ili bo'lmaydi degan fikr. Uningdan boshqa Mariana cho'kmasi suv besimi eng kuchli joy. Bu yerdagi suv besimi xuddi dumbangizga 10 ming dona pikapni otib qo'yganga o'xshaydi. Agar tuyuqsiz ahvol yuz bermasa, 150 ming tonnalik besim 1 sekundga yetmagan vaqtda sizni parchalab ko'kib talqon qilib o'tishi mumkin. Shunga 11 ming metr cho'nqurlikdagi Mariana cho'kmasiga insonlarning har xil qo'g'dinish usullarini ishlatib bo'lgan soni oyga chiqqandan emas. Dunyodagi muhit eng nachar joyning biri bo'lish sifati bilan bu joyda ozroq nur yo'q. Shunga bu joy dunyodagi eng qorong'ulik to'lgan joy degan nomga ega bo'lgan. Uningdan boshqa qarmoqi tinch bo'lgan bu okeanning suv osti qismidagi yer post harakati intayin kuchli. Bu yerga yana dangliq bo'lgan Tinch okean yer tevrash balbig'i joylashgan. Yer sharidagi 80% yer tevrash harakati va 85% yonatdagi harakati dal Tinch okeanda yuz berdi. Yaponiya butun dunyodagi yer tevrash sonining 10%ni egallagan. Chunki Yaponiya Tinch okean, Yevroasiyo cho'nquruqligi, Shimoliy Amerika, Filippin qatorliq 4 cho'ng bo'laklarning tutashgan joyiga joylashgan. Shu sababdan har qitimliq bo'laklarning so'qilish ta'sirida Yaponiyada doim yer tevrash yuz berib qolmay, hatto quruqlikning har yili 4 dan 5 santimetrgacha Mariana